daryo va soy o'zanlarini tozalash jarayonida belgilangan uchastkalarda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar qanday huquqlarga ega? O'zan tozalash ishlari bo'yicha huquqni qo'lga kiritgan tadbirkorlik subyekti bilan suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi o'rtasida imzolangan shartnomaga asosan tadbirkorlik subyektining quyidagi huquqlari mavjud. Shartnoma shartlariga asosan shartnomada ko'rsatilgan huquq pulini to'liq to'lagandan so'ng bajaruvchi o'zan tozalash ishlarini amalga oshirish va u yerda daryo o'zan tozalash jarayonida qo'mshaqal materiallarni olib chiqib ketish huquqiga ega. Suv obyektlari rejimi hududning tabiiy iqlim sharoiti imkon tug'dirganda loyiha va hajmga ko'ra kalendar jadvalida ko'rsatilmagan oylarda ham belgilangan tartibda o'zan tozalash ishlarini amalga oshirish hamda ish hajmini bajarish huquqiga ega. Shartnomaning birinchi ilovasida ko'rsatilgan kalendar jadvalda belgilangan loyiha quvvatini muddatidan oldin bajarish huquqiga ega.